ما من أيام لو تدري خير من أيام العشر وأحب إلى الخالق منها وأجل ليال في القدر فاغنم من ذي الحجة عشرا فالعمل الصالح بالأجر صوم وصلاة تكبير وصلاة ولزوم الذكر فاغنم من ذي الحجة عشرا فالعمل الصالح بالأجر صوم وصلاة تكبير وصلاة ولزوم الذكر قرآن يتلى تسبيح لله الواحد ذي الأمر طاعات نهي عن إثم صدقات بذل للغير ما من أيام لو تدري خير من أيام العشر يسعد العابد للباري الساعي في سبل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun 21 may payshanba kun 2026-yil. Alloh taolodan yordam so'rab sizlar bilan Zulhijja oyining fazli haqida gaplashib ketayotgan edik. Xo'p, bugun 5-darsimizni qilamiz. Bu darsimizda aytib o'tadigan ba'zi bir mavzularimiz bor. Qisqacha qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Anvaun nusuk, ibodatning turlari. Ya'ni hajga borgan odamga ba'zi taalluqli bo'lgan masalalar qisqacha bir eslatma uslubida aytib o'tiladi. Xo'p, xullas haj gunohlarning hammasiga, barcha xatoga kafforat bo'ladigan juda katta bir ibodat hisoblanadi. Hoji bo'lgan odamni agar hajji mabrur bo'lsa, hajji mabrur deb aytiladi. Hozir buni aytib o'tamiz. Hajji mabrur bo'ladigan bo'lsa, xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqdek bo'lib qoladi. Hamma gunohlari undan to'kiladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi-ku, "Man hajja falam yarfus va lam yafsuq, raja'a ka yawmi waladathu ummuhu." Kim haj qilsa, hech qanday bir falam yarfus degani jimo qilmasa yoki jimoga taalluqli bo'lgan so'zlarni so'zlamasa, agar fosiqlik qilmasa, onasi uni tug'gan kun kabi qaytib keladi deb aytilganda, ya'ni mana onasi tug'gan xuddi begunohdek bo'lib qaytib keladi ya'ni. Hajji mabrurni savobiga hech narsa teng kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgani kabi, mabrur bo'lgan haj uni biron bir mana jazo degani mukofoti yo'q, illo jannat degan yana Rasululloh. Buxoriyda kelgan hadis. Demak, mabrur bo'lgan haj u qanday haj deb aytiladigan bo'lsa, u haj eng komil uslubda bajariladigan haj bo'ladi. Biron bir gunoh, biron bir ma'siyat mana shu vaqtda sodir bo'lmaydi. Mayli boshqa vaqtda qilishi mumkin inson. Lekin mana shu vaqtda biron bir gunoh, biron bir ma'siyatni qilmasligi kerak bo'ladi ya'ni. Endi yana bitta shunaqa narsa, mana hozir kunda qancha odamlar hajga boradi, umraga boradi. Qarasiz, ana shu joyda ham er-xotin bo'lib borishib oladida, talashib tortishib o'tiraveradi. Er-xotin o'sha talashib tortishib o'tiraveradi. Mana shu ham ya'ni bir gunoh, ma'siyatning bir turi o'zi aslida. Shuning uchun ham hajji mabrurdan ya'ni inson quruq qolib ketishi mumkin. Shuning uchun hajga, umraga borgan odamlar hozir kunda o'zi asli mana shu narsalarga e'tiborli bo'lishligi kerak bo'ladi. Endi bu yerda hozir biz qisman bu narsalarni aytib o'tyapmiz. Keyin undan tashqari haj ulamolar hajni 3 qismga bo'ladi. Shu oyat hadislardan o'rganilgan narsa shu: tamattu, qiron, ifrot hajji bor. Tamattu hajji degani inson haj oylarida umraga ehrom bog'laydi. Keyin umradan chiqadi, ya'ni umra qilib olib umradan chiqadi. Keyin shu yilning o'zida hajga ehrom bog'laydi. Tushundingizmi hozir? Gap xulosasi, masalan, hozir haj oylaridamizda. Masalan, shu haj oylari qanaqa desa, Shavvol, Zulqa'da, Zulhijjaning 10 kunligi yoki Zulhijja oyi deb turib ham aytilaveradi. Ba'zi ulamolar shunday deb turib aytgan. Demak, mana shu oyda o'zi haj bo'ladi-da, qarang. Mana haj mana shu oyda bo'ladi, ya'ni. Bo'lib ham Arofa kunida boshlanadi. Keyin bayram kuni, keyin undan keyingi kunlar bo'ldi, ya'ni. Endi qiron hajji bor. Inson umra bilan hajni bitta qilib ehrom bog'laydi. Yoki bo'lmasa umraga ehrom bog'laydi birinchi bo'lib. Keyin unga hajni kirgizib yoradi, ya'ni bu degani umrasiga hajni qo'shib yoradi. Qachon desa, tavofni boshlashdan oldin, umrani tavofini boshlashdan oldin. Keyin ifrot bo'lgan haj bor. Ifrot haji qanaqa haj deyilsa, faqat hajni o'ziga niyat qiladi. Tushunali? Hajni o'ziga niyat qiladi, ya'ni. Endi qorin, ya'ni qiron hajini qilayotgan insonning amali xuddi hajni o'zini qilayotgan kishiga o'xshaydi.
Lekin qiron hajini qilayotgan odamga qurbonlik vojib bo'ladi. Faqat hajni o'zini qilayotgan odam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni unga hech qanday qurbonlik vojib emas. Mana shu ibodatlarda eng afzali qaysi? Mana 3 ta hozir hajning turkumini aytib o'tyapmiz. Hajning 3 ta turkumi bor ekan. Eng afzali tamattu haji bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zini sahobalarini shu narsaga buyurdi. Rasulullohning o'zi ham orzu qildi mana shu narsani va hamda aytdiki: "Law anni istaqbaltu min amri mastadbartu", agar oldimda o'tib ketgan ishni men yana qaytadan qilganimda edi degan. Ya'ni hozir bu yili men xuddi hali ulgurmadim deganda Rasululloh. Yana bir qaytib qilib qolsam edi, yana qaytib bir nasib bo'lib qolsa edi, men qurbonlik yetalab kelmardim va mana shu qilayotgan ibodatimni umra qilib olardim degan. Ya'ni umra qiladi, umradan chiqadi, keyin hajga alohida ihrom bog'laydi-da. Shu ma'noda ya'ni. Shunga, demak mana bu joyda Rasululloh demak men hech bir qiron bo'lolmardim deganida, qiron hajini qilmardim degani. Va qurbonlik haydab kelmardim, tamattu hajini qilib olardim. Demak payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qiron hajini qilgan. Chunki Rasululloh qurbonlikda yetalab keldi. Demak kim qurbonlikda yetalab kelsa, uni haqida qiron haji vojib bo'lib qoladi. Lekin Qur'on ana shu qurbonlikda, ya'ni qo'y, mollarda, tuyalarda yetalab borgan Rasululloh o'zi asosiy tuyalar yetalab borgan. Shuning uchun hozir bu yerda nima deb turib aytamiz? Tuyalarni haydab borishlik bu narsa hozirgi vaqtda deyarli yo'q. Deyarli o'zi kamyob topiladi ya'ni. Hozirgi kunda hojilarda ko'pi masalan unaqa bir jonliqni yetalab kelmaydi bu. Shuning uchun nima afzal bo'lib qoladi ularda haqida? Tamattu haji afzal bo'lib qoladi. Qarang, tamattu haji afzal bo'ladi. Keyin agar rostdan ham bir qurbonlikni yetalab kelsa, keyin qiron haji afzal deyiladi. Keyin ifrot haji afzal bo'ladi. Tushunali? Ifrot haji afzal bo'ladi. Illo Makkaga kechikib yetib kelsa masalan bir odam. Ya'ni kechikib yetib kelsa deganimiz bu degani 8-kunda keladi masalan. Yoki 9-Arafa kunida yetib keladi masalan. Mana shu insonda haqida afzal narsa nima? Qiron hajini qilib olish. Chunki tamattuga vaqti yetmaydi-da. Tamattuga vaqti yetmay qoladi. Agar umra qiladigan bo'lsa, masalan, keyin hajga to'g'ridan to'g'ri mabodo bir odam aytaylik, shunday ihrom bog'lab olsa, masalan, hozir aytaylik 8-kuni boryapti. To'g'ri 8-kuni bordida, ana shu kunda o'zi deylar. Masalan, umrasini qildi, keyin ihromdan bir chiqib, yana qaytadan niyat qilib oladi. Mana shu holatda bo'lsa, masalan, shuni qila olsa, eplay olsa, bu bo'laveradi, sahih bo'laveradi, mutamatti bo'lib qoladi. Endi mabodo bir odam aytaylik, faqat hajni o'zini niyat qilsa, hajni o'zini, buni ifrot haji deyiladi, yoki qiron hajini niyat qilsa. Va mana shu narsani tamattuga o'zgartirishni xohlasa, buni muammosi yo'q. Shunga ifrot hajini qilyapti yoki qiron hajini qilyapti, tamattuga o'zgartirib olsa bo'laveradi. Balki afzali o'zi u odam, mana shu odam afzalni qilayotgan bo'ladi, shu afzaldan yana ham fazilatlikka o'tayotgan bo'ladi. Zero o'zi Rasululloh sahobalarini tamattu hajini qilmasdan, Rasululloh nima qilsa shuni qilamiz degan sahobalarni tamattu hajidan boshqa bir hajda niyat qilishganda, shunda tamattuga ularda buyurgan, tamattu bo'volinglar degan. Shuning uchun Rasululloh o'zi ham mana yuqorida so'zini aytdi-ku, agar qurbonlik yetalab kelmaganimda men xuddi sizlarga buyurgan holatimga o'xshab olgan bo'lardim. O'zim ham, ya'ni tamattu hajini qilgan bo'lardim degan. Keyin undan tashqari qurbonlik kimga vojib bo'ladi? Masalan, hozir haj qilayotgan odamlarda holat 3 xil ekan. Tamattu, ifrot, qiron hajini qilishar ekan. Shu qurbonlik vojib bo'ladigan ihromdagi odam u tamattu hajini qilayotgan va yana qiron hajini qilayotgan odamlarga vojib bo'ladi, faqat hajni o'zini qilayotgan odamlarga emas. Illo bir odam aytaylik, Masjidul Haromga hozir bo'lgan, ya'ni masalan Masjidul Haromda yashab yuribdi, xuddi muqim odamlarda yashab yurgan bo'lsa, bu odamga o'zi mutlaq nima deb aytamiz? Qurbonlik vojib bo'lmaydi o'zi. Masalan, kimdir Ramazonda borib olgan, Ramazonda borib, endi men mana shu joyda qolib, bir yo'la haj qilib ketaman desa, u tamattu hajini yoki qiron hajini qila olmaydi. Balki faqat hajni o'zini qiladi xolos. Shunga mana shu ma'noda ya'ni. Endi tamattuga, qiron hajini qilayotgan odamga vojib bo'lgan qurbonlik bitta qo'y bo'ladi. Shu qo'y deyotganimiz qurbonlikda o'tadigan qo'y bo'lish kerak-da. Tushunali-ya? Yoki bo'lmasa bitta tuyani 7dan biri yoki bitta sigirni 7dan biriga sherik bo'ladi. 7dan, masalan, bitta tuyani yoki bitta molni bir sigirni 7 ta odam sherik bo'lib, masalan, so'y beradi.
Xo'p, aytaylik bu odam umuman unaqa narsaga puli yo'q bo'lsa, qodir bo'lmasa-chi? Masalan, qarang. Demak, bir odam agar umuman topmasa, hajida 3 kun roza tutib beradi. Ya'ni bu degani ihromda turgan holatida 3 kun roza tutib beradi. O'zini ahliga qaytsa, qolgan 7 kunini tutib beradi. O'zini ahliga qaytsa deganimiz, ya'ni maqsad bo'ldi, haj ibodatlarini tugatib bo'lsa, keyin 7 kunda tutib beradi. Bu qurbonlikni topolmagan odamga, tamattu qiron hajini niyat qilgan odamlarga. Va hamda mana shu odam shu rozasida ayyomut tashriq kunlarida roza tutsa bo'laveradi. Bu 11-chi, 12-chi, 13-chi kunlar deyiladi. Shu Zulhijjani mana shu kunlari deyiladi. Agar bundan oldin roza tutadigan bo'lsa, mana umraga ihrom bog'lagandan keyin roza tutsa joiz bo'laveradi. O'zi ba'zi ulamolar aytadiki, masalan, bir odam tamattu yoki qiron hajini niyat qildi, baribir masalan nima yo'q. Ya'ni masalan qurbonlik vojib bu hozir, puli yo'q, qila olmaydi. O'zi qurbonlikni ham ana shu Makka da qiladi-da. Endi mabodo qila olmasa nima qiladi? 10 kun roza tutadi. 3 kuni ihromda. Shuning uchun ham 6-kuni ihrom bog'laydi, 7, 8, 9-kunlari roza tutadi deydi. Tushunali-ya? Shuni ulamolar aytib o'tgan. 7, 8, 9-kunlar roza tutadi, bo'ldi mana. Keyin qolganini haj ibodatlarini tugatib bersa qilaveradi. Lekin bayram kunida roza tutmaydi. Lekin mana bu 3 kun, ya'ni ayyomut tashriq kunlari, ular ham o'zi bayram kuni hisoblanadi. Bu kunlari roza tutishga ruxsat bor-da. Mana shu 3 kunda roza tutishi mumkin. Ketma-ket roza tutsa ham bo'ladi, bo'lib roza tutsa ham bo'ladi, lekin baribir ayyomut tashriqdan kechiktirib olmaslik kerak. Ayyomut tashriqdan kechiktirib olsa, ba'zi ulamolar mana shu joyda yana qurbonlik vojib bo'ladi degan. Ammo qolgan 7 tasi bo'lsa, qolgan mana 10 kun roza tutasiz deyapmiz-ku. 10 kun roza tutishi bayramdan oldin 3 kun yoki bo'lsa bayramdan keyingi 3 kunda darrov tutib berish kerak bo'ladi. Endi qolgan 7 kuni bo'ladigan bo'lsa, o'zini ahliga roza tutib beradi. Ya'ni o'zini ahliga qaytib borganda roza tutib beradi. O'zini ahliga qaytib borganda deganimiz, ya'ni ibodatlarni tugatadi-ku, ana shundan keyin masalan yo'lda ketayotganda roza tutadimi, o'zini vataniga qaytib borib roza tutadimi, yoki bo'lsa Makkada yashashi mumkin masalan. Makkada bir yo'li bir aytaylik 1-2 oydan keyin ketadigan odam bo'lsa, unaqa ham bo'laveradi. Tushunali-ya? Shuni mana aytayapti bu yerda. Fayasumuha idza raja ila ahli. Demak, ahliga qaytib boradigan bo'lsa, mana roza tutib beradi. Xohlasa ketma-ket, xohlasa bo'lib alohida qilib tutaveradi. Keyin mana shu qiron ifrod hajini qiladigan odamlar, bular ihromida davom etadi. Qachon? Demak, ular niyat qilganidan boshlab, ya'ni shu hajga niyat qilib, hajga talbiya aytganidan boshlab davom etadi, ihrom bog'laganidan boshlab davom etadi, to bayram kunida ihromdan chiqqunigacha. Bayram kunida ihromdan chiqishi 3 ta narsadan 2 tasini qilishlik bilan bo'ladi. Masalan, 3 ta narsa tosh otish bor, sochini kaltalash bor yoki qisqartirish yoki kalga olish bor. O'zi asosiy shu 2 ta. Keyin tavof bor, 3-inchisi. Tushunali-ya? Tosh otish, sochni olish, tavof. Shu 3 ta narsadan 2 tasini qilishlik bilan ihromdan chiqadi. U birinchi ihromdan chiqish bo'ladi. Keyin masalan ham tosh otsa, ham sochini olib, ham tavofni ham qilib olsa, keyin hamma ihromdan chiqadi. Ya'ni mana shu joyda ulamolar aytadi, ayollari bilan ham bemalol qo'shilaveradi deydi. Ammo tamattu hajini qiladigan odam bu o'zini umrasidan tugatgandan keyin chiqaveradi. Masalan, qarang. Bugungi kunimiz mana 21 payshanba kuni. O'zi Zulhijjani bugun nechinchi? 4-kuni masalan. 18-kundan boshlandi mana Zulhijja. Endi qarang, bugun 4-kunimi kimdir borsa, hozir umra qilib qo'ysa, ihromdan chiqib olaveradi. Bemalol ihromsiz yurib turadi. Xosatan bayram kunidan 1 kun oldin, ya'ni Arafa kunida ihrom bog'lasa ham bo'ladi, 8-kunda ihrom bog'lashi afzal bo'ladi. Demak, tamattu hajini qiladigan odam mana o'zini ihromidan, ya'ni umraga ihrom bog'lagan bo'lsa, shu umrasini qilib bo'lgandan keyin ihromdan chiqaveradi, keyin hajga tarviya kunida, ya'ni 8-kunida ihrom bog'laydi. Tushunali-ya? Mana bu yerda hozir hajga taalluqli bo'lgan ibodatlarni qisman aytib o'tdik. Birinchi navbatda qo'limizda turgan mana sizlar bilan yangi dars qilib boshlagan Zulhijja oyining 10 kunligini majlislari degan kitobimizda mana shu mavzuda berib qo'yganlik uchun buni hozir aytib o'tdik. Keyin undan tashqari haqiqatda ham Zulhijja oyida qilinadigan amallardan bu. Demak, shuni yana biz bilamizki, yana amin bo'lamizki, Zulhijja oylari juda afzal oylari. Mana shu oylarda ibodatlarga e'tibor berish kerak bo'lgan oylar ekan. Xulosa shu, ya'ni Alloh taolo o'zi haj qilayotgan odamlarga o'zi tavfiq bersin, mabrur bo'lgan hajini nasib qilsin. Haqiqatda ham Alloh taolo bizni ham ularni ham
o'zi kechirsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Inshaalloh kelasi safar, ya'ni ertangi darsimizda inshaalloh qurbonlikning ahkomlari haqida gaplashib o'tamiz inshaalloh. Vallohu a'lam.